Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizni yana bir bora O'zbekiston Superligasi 24-turiga taklif etamiz. Biroz avval bugungi kunga o'zi 3 ta o'yin belgilangan bo'lsa, ikkitasi yakuniga yetdi. Vodiy derbisida Neftchi hamda Andijon o'rtasidagi bahsda 2-0 hisobi qayd etildi. Neftchi raqibini yengishga muvaffaq bo'ldi. Sho'rtan So'g'diyonada esa 1-2 Jizzaxliklarning g'alabasi, lekin bu g'alabani saqlab qolish ancha qiyin kechganligini menimcha ko'rdingiz. Agar Jo'nadan OKMKning Qo'qon 1912 ga yutqazib qo'yish ham shular jumlasidan nazarimda hozir burchakdan to'p o'yinga kiritib berildi, lekin darvozaga qadar yetib bormadi. Zarbalardan keyin to'p zarbani unaqa ko'rganimiz ham yo'q. Wow! Kim edi bu? 23-raqamli egasi Qizilqum tarkibida. Mana u kurashyapti, qaytib kelmoqda va chindan ham Samandar Shukurlayev oxirgi zarbani amalga oshirdi. Rikoshet bilan to'p maydonni tark etdi, ya'ni oxirida Mashal futbolchisiga to'p tegdi. Kenjaboyevmi, Rahmatullayev to'pni to'g'ri darvozaga yo'naltirdi. Darvozabon qaytarishga muvaffaq bo'ldi Hamroyev. Mana bu o'yinda esa menimcha sal kutilmagan manzarani ko'rmoqdamiz. Qarang, to'pni o'yinga kiritish sal cho'zilayotganda Ahrol Rizqullayev bilib turganda, hozir to'p o'yinga kiritilganda ham maydon markaziga keladi va birinchi taymni tugatadi. Natijada kutib ham o'tirgani yo'q, shunchaki vaqt tugadimi, hushtak chaldi. Muhtaram do'stlar, biz yana Navoiy shahridagi Yoshlar sport majmuasiga qaytmoqdamiz. 70-raqamda Shohruz Norxonov ikkinchi taym boshidan maydonga tushirilmoqda. Hujum nuqtasida o'zgarish. To'p uzoqlashtirilyapti. Yashin joy tanlashda ko'pincha to'g'ri harakat qilmoqda. Mana shu Yashin darvozabon oldinga chiqib ketganligini ko'rgan ekan. Basni davom ettirsa bo'ladi. Hujum davom etyapti. Jambuli Jigauri ichkariga olib kirildi. Zarba boyagi vaziyatni takrorlab ko'rmoqdamiz. Yashirin zarbani amalga oshirmoqchi bo'ldi. Mezbonlar himoyaga qaytishga ulgurishdi. Ismoil Ergashev. Mana bu endi to'p chap qanotga yetkazildi. Bu yerdan Ochilov Samandar atrofini kuzatyapti. Ofsayd yo'q emasmikan? Qo'l bilan o'ynalmadimikan? Yaqqol ofsayd ekan. Yaqqol. Ya'ni qo'l bilan ham o'ynadi. Hozircha yaxshi chiqyapti kombinatsiya. Chap oyoqda berilgan zarba bartaraf etildi, lekin qaytgan to'p yana mehmonlarga narigi tomonga ko'rsatib turibdi. Mana boyagi vaziyatni ko'ramiz. Zarba yomon chiqmadi. Buni alohida aytish kerak. Zarba muallifi Ilhomjon Kenjayev. Faqat bitta tomoni bor. Ha, to'g'ri. Hakam hushtak chalib. Olisdan berilgan zarba bilan hozir 78-daqiqada hisobni ochmoqda mezbon jamoa vakillari Islom Kenjaboyev. Ya'ni yo'q edi, alam qilyapti. Umidjon Hamroyev buni tushunsa bo'ladi. Tushunamiz. Ha, bu alam qiladigan gol, chunki masofa ancha olis, lekin o'tkazib yubordi. Shuning uchun ham alam qiladi. Qarang, 30 metrlar undan ham ko'proq masofa bor, lekin qiynab qo'ydi bu zarba. Qoyil maqom zarba chiqdi bu. Juda ham yuqori darajadagi zarba bo'ldi bu. Bilasizmi? Deyarli xavfli vaziyatlarsiz o'tayotgan uchrashuvni hech bo'lmasa mana shu gol bezab beryapti. Ichkariga uzatilyapti to'p. Zarba bor, noaniq. 3200 nafar muxlis tashrif buyurdi. 3200 nafar muxlis kelganligi aytib o'tilyapti. Balki bo'lsa bordir. Markaziy sektorlardan asosan ishqibozlar. Qarshi hujum boshlanib ketdi. Qizilqum jamoasida shiddat bilan oldinga qarab ketyapti Kenjayev. Vaziyat bartaraf etilgandek.
lekin unday bo'lmayapti. Bo'ldi qadrli do'stlar, va vaqt tugadi. Ahror Rizqullayev so'nggi bor hushtak chaldi. Qizilqumning g'alabasini qayd etdi.